Davası dersim başlayla. Biz aldığımız saatte asas çoğantini tanıştırış bilen bile addi bir bofancını yasashni ko'rgan tushuna var. Tek to'liq chiqiblanma hadislar bo'ldi bir bofancılığımızda shunday eng addi bir programlarımızda. Bo'lsa sal yaxshiroq. Mana shuni ko'proq qilib qo'yganlardan to'rdan ko'proq izlaninglar bilan da. Noqul oldi bu biz o'tgan darslar qarab qolmasdan to'rda materiallar bor, kitoblar o'qib qolib kitoblar bo'yicha yaxshi kun oldin soat mushuk bofancini yasashning jarayonini ko'rsatib qo'ydim-ku o'tkashdan keyin buni qila olasizlar. Endi biz mana soatdan boshlab IO'ning ishlatilishini ko'ramiz, hujjat boshqarish turining ishlatishini ko'ramiz. Hamda bu program tuzgan vaqtda hujjatlarni o'chirish qatorliq nurg'ulg'an mashg'ulotlar bo'ldi shuna. Ya'ni hujjatga bo'lgan mashg'ulotlarni odatda har qanday bir program tilingizda bor bo'lgan narsa. Mayli san C o'rgangan yoki C o'rgangan yoki VB o'rgan har qanday bir program tilingizda bo'lsa, bu hujjat boshqaradiganning o'zi cho'qim bo'lish tegishli bo'lgan bir lay bir turni bor. Fanlar. Endi C jinimiz bo'lsa, bu lay asosida qurilgan bir til bo'lganligi uchun buni har qanday bir tavzoni qilishdan avval cho'qim ashu munosabat bo'lgan lay turlarining o'zini buyruqlar to'plamining o'zini akirishim kerak. Fanlar buyruq to'plamiga kirishim kerak. Endi biz bu yerdagi IO'ning o'zida IO dedim yerdagi IO deganda input output deganiki qisqartligini tushunaman. Bu shu o'yna venjan so'z o'ynayotgan bo'ldi. Ana IO'ning o'zini ishlatish uchun cho'qim men nimani akirishim kerak deganda IO degan turning o'zini akirishim kerak. IO degan turni o'zini akirishim kerak. Bu turni o'zini akirgan vaqtda biz oldimizda nurg'ulg'an turlarni akirishni ko'ramiz. Oldingi soatda men yerda ma'laq bofanjini bir ko'rsatib qandim-ku. Ama shuni o'chirib turib men yangi turdim buni qo'shay. Ya'ni men miyay chiqishni ko'rsatib qo'ygandim-ku. Miyay tushirishni unimi qilamidim deysiz. Hozir nari bo'lmi deysiz buniki? Yaqinman mesela test tushirsak, men bitlay yo'qolib ketish kerak-ku. Lekin meniki ma'atrafimdan ham chiqib turadi. Show in test barni o'zini force qildingmi? Ha, qildim. Bunun boshqa ekan meyadan vez boshqa vaqtda vezbolni force qilsam bo'ldi. Ma'no vezbolsin. Vezbolni tushdi bu. Sen ma ko'zakniki ma altın tanışamapsan meyadan Border style non qilayotgan ekan, men nima Border style yo'q bo'lgan ekan. Ana show in test barni o'zini force qilsa, uni qilgan. Show in test barni force qilsa odat yo'qolib ketadi. Buni endi bir qatim tanishib baq. Odat bo'ldi, mushkul tashlaymiz odatda meyada qilmaydi bu, tutmaydi. Ondan sonra biz meyadlarni mallarimizni o'chirayotgandan keyin biz ko'rmaydigan obyektlarni o'zi meyaga kirib qoladi-ku. Mana nima o'chiribdi. O'chirayotgandan keyin buni men taymalarni o'zini o'chiribdi. Sen kunukka chekaga chiqdi. O'chiratdim-ku. Lekin keyin yangi cho'ng ko'dim birsa paydo bo'lgan bo'ldi. Endi biz bugun ko'rimiz bo'lsa sistem mana maxsus shu cho'layni ko'rmoqchilar. Buni hamda using bo'lsa bir lay turni akirish ko'rsatgan bo'ldi. Oldingi soatda biz API funksiyani akirgan vaqtda biz usingni ishlatgan edim, nima o'tgan vaqtda shuna bor. Undan so'ng system degan IO degan turni o'zini akirdim. Endi sen mushu turni akirgandan keyin file deb yozsam venjan shakli bo'ldi. Masalan, men bunday qildim shuna bor. Hozir men acclimate file degan yozsam. Masalan, men yerdan Pyojin Windows kunjana kirgandan keyin botdan. Ondan sonra men hozir file deb yozsam, qara, file deyoldim, boshqa ishim chiqmaydi. Chiqmaydi-ku menga. Endi biz cho'qim buningga qanday qilishimiz kerak deganda, men ashulay turni o'zini akirmagan shunaqa. Shunga men ma'lay turni o'zini qanday qilishim kerak, akirishim kerak-ku. Akirgandan keyin endi men file deb bossam, mana file bir chek bo'lgandan keyin buning barliq munosabat bo'lgan, hujjatimiz bo'lgan barliq fanfalarni o'zi chiqib. Bu namiz fanfa. Ro'lan fanfalar bor. Ama bunda bir qism fanfalarning ko'proq ishlanishchanligi bor, bir qism fanfalar odatda ishlanishchanligi yo'q. Biz buni asosiy ishlanadigan bir qancha xil fanfalarni ko'rsatib bir misol ishlab ko'rib boqamiz. Falanlar bor. Buning birinchisi barliq mazmunni hujjatga yozish deydi. Append all text deydi. Mana bir xatlar o'qib, masalan bir shezbandan bir narsadan buning mazmunlarini saqlayishlar lozim bo'lib qoldi shuna bor. Bu vaqtda biz ekanmiz append all text deb yozganman. Bunda biz buni ishlatib boqaylik. Buning uchun men meyaga bir tal tekstni kiray. Meyaga tekstni kirdim. Tekstni kirgandan keyin buni men ko'p bir xatda oltib tanishdim. Demak, mana mazmun yozsam chuqur bo'lib chiqadi degan shuna bor. Ko'proq tanishdim. Tanishgandan keyin ma'lum boshqa vaqtda ma'lumotni o'zini bo'zon qilish kerak-ku. Buning uchun file linki append all text.
Andın miyada bolsa ikkita sanjurs bor. Ikki sanjurs bor, umumiy ikki sanjurs bor shuna va. String path, string deydi, contents deydi. Buni string path deganga buni nega saqlayman deydi. Ana kemiyadan contents degan bo'lsa qaysi mazmunni saqlayman deydi shuna va. Ondan so'ng buradan bo'lsin deb qo'yganimiz ichish kerak-ku. Uni boshqa va. Ondan so'ng ayatni to'y qo'ygan degan akirsam bo'ldi shuna va. Yoki bo'lsam bevosita men mishaga save deb qo'yganimizni akirsam bo'laverdi-ku. Bundan save file dialog deb turamda. Nasa sf tang new save file dialog de. Save file dialog. Demak birdan save file dialog deb leydimni aniqlab oldim shuna va. Ondan so'ng sf ning kelsin. Ana qolgan sho'jisiga chiqam ekan. Qolgan sho'jisi bor ekan o'miyada. Ondan biz buni maqsad qo'ygan kelgandan so'zaydi bu sho'jimizni shuna va. Miyada men show dialog. Show dialog orqali men bo'lsin deb qo'ygan ochdim. Ondan bu yerdan bir o'ja saqlaygan ismni bir yozmanda, anada sf ningki file name bo'lsa shu men saqlamoqchi hujjatning ismi bo'ldi. Anan keyin text box birninki nima deb yozaman? Text box saqlamoqchi bo'lgan mazmun bo'lgan bo'ldi shuna va. Alman chektik basharligimni to'xtatgandan keyin anan program ijro qilaman. Program ijro qilgandan keyin undan menga masalan bizam xohlagancha masalan altashna jizanji pejin 中心程序设计高级班的程序设计高级班yuqoridagi sinfi deb yozdim shuna va. Yozgandan keyin men yana mana bosdim. Bosgandan keyin o'sha saqlagan o'rin tanlayga chiqdi shuna va. Undan so'ng men buni C diskichiga ismini 3tal a degan txt qilay. Qanday yozgan bo'ldim-ku? Undan so'ng bo'lsin. Bo'lsin qanday endi men nima qarab boqaman? C pan qarab boqaman shuna va. C pan qaragandan keyin meyada 3tal a degan txt qilinib qopti-ku. Ana qarab baqsam juda biz boy yozganmiz bu saqlanib qolgan bo'ldi. Undan so'ng eng oddiy ish bo'limi bitdi-da. O'sha saqlayoladi shuna va. O'sha saqlayoladi. Ondan so'ng meyadagi ma buyruqni o'zi append all text degan gapimiz bo'lsa, necha qur mazmun bo'lsin mayli ekan. Ashu qur mazmun yozish ko'z shuna va. Ondan so'ng ma buyruqning roli bo'lsa, C disk aslidagi a degan text asliga altashna degan deb ma birdan internet ko'rsatdi-ku. Shiqir mazmunni yozib bergan dedi. Biz buni hamda nima qilish degan oddiy bir program qilish badliq qo'ymagan. Program qilish badliq. Ana ba'zi bir jodi login ifodalash lozim bo'lib qolib qolsa. Bundan keyin biz oldingi soatlarda qanday yozgan degan ma'lum adresni yozgan vaqtda, muqim adres bo'lgan vaqtda biz mandaq qivitib C disk asliga deb har bir ikki tal mundaq sızgan shuna. Bundan keyin bundaq qilib yurgan bundaq qilsanglar bo'ldi, yoki oddiysi birdan atpalis qilib qo'ysanglar, birdan xo'shlasanglar, atdan shegan ishlasanglar, odatdan boshqalar biri-birdan. Ma'ni bir qatim ko'rsatib qo'ydim, buni cho'qim fuqalashimiz kerak bundan keyin. Fuqalanlar qolishimiz kerak. Unda men atpalgisning rolini bilib oldik-ku. Atpalgisning roli bo'lsa, endi qo'shga barliq joyin fuqani e'tiborsiz deb qaraydi. Joyin fuqa deb qaramaydi fuqalanlar. Aslida mana shegan kelgandan keyin C tilda, C jaja qatorliq, C jin qatorliqlarda mobilga bir kelgandan keyin joyin fuqa deb qaraydi shuna va. Atpalgis qo'ysak bu fuqalar qanday oldi ekan? Butunlay e'tirofsiz deb qaraydi ekan. Yangi hujjat qurish hamda append text. Appendix. Ana bir hujjat bo'lmasa, yangi bir hujjat qurish lozim bo'lib qolib qolsa. Yangi bir hujjatni buni chanjang qilish lozim bo'lib qolib qolsa shuna va. Hujjatni qurish lozim bo'lib qolsa. Biz unda bo'lsak bildik-ku, filening append. Uni biz ana yarishkiz bir buyruq bo'lib qoldi-ku. Unda biz bu yerdan click shijansni ma'ni o'chirib o'tib, qayta bossam ayrim shijans ochildi-ku. Ana men bu yerdan fileningki append text deb turamda. Append text degan vaqtda endi bu qaytirib turgan narsa stream write ning o'zini qaytirib turdi ekan. Chonja system stream write. Demak bu bir yangi bir dona stream write deb leydin bir turg'izib turdi ekan shuna. Stream write. Endi qarab har qanday bir narsani yozgan vaqtida funksiyani o'zi misolga funksiyani o'zi ochdan san shuna va. Masalan file append deb kelganlik men tushunish chiqqan bo'ldi-ku. Chiqqan asli qasamal leyning ismi. Bu qandaq leychilik narsani qaytirib turdi. Demek mal leşinden qatıp ben insan çoğum muşundal leşindeki bir narsani aniqlagandan keyin aning keyin mushundaki fan qo'yib ma'noni chiqadi. Ani ma'no fa'fasi shiltib uçur yazsa degan. Qoldingmi? Ondan men append text deb bevosita yazsam, hozir quruq hujjatni buni qurib berish qanday mazmun yo'q hujjatni buni qurib berdi. Hamda bu birdan lay qurib berdi. Ya'ni nimani birdan tur string write degan qurib berdi-ku. Ondan men cho'qim string write deymish nima? Ondan SW deb olgandan keyin tang file linki
Ne deb yozsam bo'ldi? Appendix. Endi bu yerda bir login yozildi. Masalan, ma'bali qo'yilgandan keyin C diska astiga altashna den txt deb yozdim qurdim shuna va. Ana bu yerga string write sw deb yozgandim-ku. SW ninki write line qur yozish deb turdi, har bir qur mazmun yozish. Unas write line ni o'ziga birinchi qur mazmunni o'zini men bu yerga altashna deb yozdim. Altashna deb yozdim shuna va. Mana bu yerdan SW ninki write line yeni bir qur mazmun yozdigan bo'ldi-ku. Ondan so'ng bu yerga men chizmanji deb yozdim. Uyg'urcha qat yazsanglar bo'laverdi, UTF boshqa shakilda qurib turdi bu. Qolonlarga. Endi SW ninki push deb tursan shu spa. Flush deb turamda. Demak buni genshin qivat deganek ma'noda dedi. Uchun o'zi share mahvan sundik narsani yo'lga gezibat. Endi SW ni cho'qinma close qilishim kerak. Jilu jinda qo'shing. Demak, endi biz ma orqali ham qanday qila olamiz deydi, uchur yoza olamiz deydi. Endi biz qarab qilgan bo'lsak, biz birdan turmushni misol qilib ishlaymiz-chi? Mana. Yozibdi-ku? Birdan turib buni misol qilib ishlaymiz. Demak, ma orqaliqmi uchur manda yazsam bo'ldi, uchuri suljiq birdan bir necha qilib ko'ramiz. Qaysi shakilda yazsam bo'laverdi. Qo'lingga. Endi men bir dana neysunning o'zida bir dana uchur yozdiganlaydan birini aniqlash lozim bo'lib qolsa, bunday yazsam bo'ldi ekanmi? Appendix orqali hujjatni buni qurib, mana chiqarib berdi ekan. Bundan keyingisi hujjat ko'chirish deydi. Ko'chirish deydi. Nima ekan? Copy ko'chirish. Onaz ma'lum bir mazmunni yana bir diskaga yoki ma'lum bir o'rin ko'chirish lozim bo'lib qoldi. Fuji qilish lozim bo'lib qoldi shuna va. U vaqt biz nimadan foydalanamiz? File copydan foydalanamiz. Masalan, bu yerda altashnada bir hujjat pati C panda shuna va. Buni men D panga yoki qolgan bir E panga ko'chirmoqchi shuna va. Mana men qanday bizma file deb yozib menga copy degan funksiyadan foydalanaman. Anda men yerda ikkita narsa shu bor. Birisi qayerga hujjatni qayerga ko'chirmaydi. Onda ham yerdagi C diska ichidagi aslidagi altashna degan txt. Altashna degan txt degan hujjatning o'zini yana ko'chagan adresi J diska astiga ismini boshqacha misolga altashna 001 shaklda ko'chirib bergan 001 degan txt deb ko'chagan deb yozdim yoki shuna va top turanglar men yerdan men bundadir men yerda file copy degani bo'lsa hujjat ko'chirdigan bir line ko'rsatgan bo'ldi shuna va ko'chirgan bir buyruq ko'rsatgan bo'ldi. Ham bundan boshqa men yerdan bunday yangi hujjat qurish deydi. Create deb. Onaz bu file create. Bu bir qolgan bir obyektning birini qaytarib turdi. Demak, qolgan bir layingni birini qaytarib turdi. Hujjat qurishdan bir vaqtda yana bir xil layni birini qaytarib turdi. Ko'rib qolgan nimani qaytarib turdi. File create deydi. Create deydi shuna va. File create deb turgan ochgandan keyin bu file stream qaytarib turdi shuna va. File stream. Bu mu bir odatda hujjat yozish o'qishiladigan file streamga hujjat aqimi degan ma'nodir-chi bu. Onda bu bir file stream deb layni birini qaytarib turdi ekan. Mana buni ko'rib qo'yadi. File deydi stream. File stream. FL deb olay. Ta anan keyin file ni kimika create hujjat qurish. Hujjat qurgan to'tlasan shu spaga shuna va. Masalan, birinchisi bo'lsa unda turdi string pass deydi shuna va. Ondan ikkinchisini o'z bo'lsa deydi in buffer size. Bu degani xon sunnik qancha cho'q qildiganligi. Bu ko'chman buni hisoblansa ham bo'ldi. File option menda option qaysi xil shaklda chiqdimi yoki chiqdi emasmi degan ma'noda. Eng oxirgi birisi bo'lsa, endi mendan nimalar shitoning tushungan holatda echish. Bu ko'pincha anchun holat interfeysi anchun emasmi? Hali buni nima qilganlarimiz ko'chman. Eng muhimi string adresini kirib bersanglar, odatda aşağıya bir hujjatni qurib turdi. Masalan, mendan C diska astiga men altashna 002 degan txt qursin. Endi bu qurish bilan bir vaqtda ne yuzunda file stream FL deb buni qurib o'tishna va FL ninki funksiyasidan foydalanib. Men nurg'ulon funksiyasi ekan qara.
Ondan sonra qarab olmasak meyadan begin ready o'qishni boshlash kerak buton maygasi begin write yozishni boshlash degan. Buni boshqa close etib o'tish. Andan meyadan bo'lsa buni yana write. Masalan write uchur yozish mana. Write deb turamna. Write uchur yozish. Ana mishagisamda uchur yozgan vaqtda mayada nima shakl yozgansa ardinchi shakl uchur yozgansa shuna va. Bu to'g'riliq bir misol ko'ramiz. Eng muhim file create deb yozilgandan keyin bu birdani quruq hujjatda buni qurib birdi bizga. Ana bu file stream deydi buni qaytib o'tganmi? Ko'ring. Chekkandan keyin biz menga qarab olgan bo'lsak, mana bu qatam shu ashinqandan keyin altashdan 001. Bu yerda 00 SC pan qurdi, C pan. Unda biz menga qarab olmasak, ana qurib turibdi-ku. Quruqchilik ishim yo'q. Quruq hujjatda buni qo'yib turdi. Ana biz xalqam bir Python-dagi shu zo'dan bir aniqlab uchur yozamiz degan gap bilan. Masalan, FL den meyadan write deb yozsam, write deb açsam, meya cho'qim byte shaklli bir so'z bo'lish kerak ekan. Anan keyin buningki nadan boshlab qancha uzunlikda yozish degan gap bor ekan. Bu uchur yozishning maqsad turlari bu. Maqsad to'xtalamiz bu fayl uchun orqali. Bo'lsa mazmunsalchi qaraq ma'nonki ayrim ko'msa ko'maydi. Bizlar ma'lini o'zini ko'rib turaydi. Ana o'z meyani nima bor ekan deganda mana masalan create orqali yana nimani stream write qayta o'qib ekan bayatni ko'rdik-ku mana mazmunni. Ana meyada o'chirish uchun qanaqa qilganman? Delete degan o'chirdi ekanman. Bu cho'qim faol qilmagan holat bo'lish kerak. Ana o'chira oladi. Misol altashdan 001 yoki o'z altashdan degan hujjatimizni o'chirib o'tish lozim bo'lib qoldi mana. Mana file delete anan keyin meyadan delete o'chirish. Nozmiyani sen o'chirmoqchi bo'lgan hujjatni o'zing yozib tursa. C deska aslidagi altashdan 02 degan text 002 bitta 002 degan text desam. Ana buni olsa o'chiraman sabab yo'q akoni bir chiqsin, o'chirmasam o'chirsin deyish uchun qanaqa qilaman? Agar if file buni ko'z bo'lgan-ku bu. Ya bir yo'q akon chiqdi deyman. Message box dan show deb yurgan shunday. Anan keyin meyada bo'lsa, 是否真的要删除4文件shunday. 是否真的要删除4文件. Bu yer juram salab chiqdi shunday. Anan keyin meyadan bo'lsa, captions keldi-ku ana. Masalan, meyadan T10 bo'lsin. Askatish bo'lsin. Andan meyada message buttons deydi shunday. Misol bo'lsa, message box buttons deb atishnawa. Buni biz nima tanlaymiz? Okay cancel. Shu foyakimiz yes no tanlasam bo'ldi shunday. Yes no tanlagandan keyin anan keyin icon kelgan bo'ldi-ku. Nada message boxning icon. Icondan men savol belgisi chiqarishim kerak-ku. Ana savol belgisiga question degan chiqdi-ku. Question. Endi bu yerdan qaytarib birdan bo'lsa, masalan dialog resolve bu qaytarib birdan yes ni qaytarib bersa, bu degan shu deganda biz shu degan besib qolsa degan gap shunday. Mushu shart uyg'un bo'lganda aning keyin buni o'chirdi. Mana bu kelgan bo'ldimda, mana buni shu. Bo'lmasa hech qanday chiqimiz bo'ldi shunday. Nozma ijro qilgandan keyin mana boshqa mana so'raydi. O'chirib jamimizda. Shu da basam uchirdi, fosam uchamaydi-ku. Endi michada shu hujjat bo'lsa uchirdi, bo'lmasa nimani uchirdi shunday. Mas hujjat bo'lmay qolsa, bu hujjat allabur o'chib qo'ygan. Yoki bunday hujjat yo'q deb chiqish kerak-ku. Undan men bir dona string orqali string mega pass deb biza. Padani qilay. Ana men adresni yozay. Bu degani anda mau adres bo'ldi shunday. Chiqishli emasmi buni o'zini? Shu men ishga ishlatganim uchun men bir dona nima qilasam belyan qilasam asan to'xtaydi shunday. Mana menga pass. Ana bu uchirishdan avval bu uchirib bormi yo'qmi qarab chiqish kerak.
mush hujjat bormi yo'q qarab kerak shuna va men birdan turib ko'radi hozir men so'zlab o'taylik agar menda file exit deb bir dona funksiya bor hujjatningki bor yo'qligini qarab qo'yadigan bu true false qiymat qaytarib turdi qolingmi ana menga bo'lsa has mush hujjatning o'zi bormi yo'qmi qarab qo'yadi agar bu hujjatning o'zi bo'lmay qo'yib qolsa ma'nolig'i not keldi bo'lmay qolsa not bo'lgan bo'lishi nima kim tushunadi bunday hujjat bo'lmadi bo'lmasa ana kelimada message boxdan birisi chiqadi message boxdan show nin shan shuda o'ynayam bu so'zlar bo'ldi nima siz uchamish bir hujjatning o'zi yo'q anda menga askartish deb ma piyotilanch qanaqa qilma tish bo'ldi bo'lgan boshqanda menga kerakini bo'lsa endi nima kepti endi caption kep ma bo'lsa mazmuna caption anan keyin menga buttonis menga tish chiqdi caption chiqdi onun keyingisi dialog endi men bottonis shunaqa yoki o'zim qanday bir trading kuni chiqirib qo'yaman undan baribir nasma ijro qilgandan keyin hozir bor o'chirayotdim shunaqa keyin qatnamas qanday hujjat yo'q o'chib ketdi emasmi ana mishaldan exit bo'lish kerak bu mana axir kam ma'nosi kerak-ku men qanaqa return kod chana axirni ishlamadimmi ana mishada yana tu biyolarni o'zi knopkalarni o'zini chiqarmasam message boxninki button savol nima button o'zi okey choding knopka chiqsin andan message boxninki icon o'zi error yoki bo'lmasa exclamation ana bir jingle yo'q akon chiqadi-ku mana ma'nachi bu hujjat yo'q choding najot bo'lmaydi yo'q moshida yo'q akon mana aytib shakl olmaydi-ku demak nasibdan qarab baxsak haqiqatan o'chib ketibdi shunaqa biz qo'shishdan qarab boqaylik qo'shishdan bilamanmi qo'shishdan nima yo'q ekan-ku qo'shish biraz uch degan shunaqa undan bo'lsa miyadikamda delete yana miyadagi hujjat o'chirish delete'ni o'zini ko'rdik shunaqa endi 22-si hujjatni maxfiylashtirish deydi masalan file encryption deydi shunaqa ana kelima decryption hujjatni yeshish deydi bu nega gap deganda odatda sizlar ma hujjatni o'zi jami qilgan hujjat bo'lsa yeshilarni ifoda interfeys funksiyani o'zida ko'rib boqqanimiz mumkin masalan meniki sho'shin kirgandan keyin ma goji kirsam miyada jami neuron miya qarsani JSON sipan hujjatni demak uni yaso qildi mouse qanaqa jami qilib bo'g'ish uji qildi jami qilayotgandan keyin qarab baqsang mana o'zi bir yeshillarni ifodalandi ko'rdingmi ana buning o'zini administratornikdan boshqa yunqu adil navbatga yunqu administrator emas miyada users masalan usersni o'chirayotayman mana misolga users degan o'chiryaptim administrator buni ziyorat qila oladi endi demak mishadiki administratorlar usersdan boshqa yunquni mana o'chirolmaydi yoki ichdagi mazmunni o'zini ko'rolmaydi hozir navbatdagi yunqu administrator bo'lg'achqa buni ko'ra oladi gap tushunadimi jami qilayotgan narsani demak boshqa yunqu kirib qolsam mani ko'rolmaydi degan gap buni o'rgansan baxsanlar bo'ldi shundoq jami qilish uchun biz faqat birli buyruq yozdik ekanmiz yana file linki nima yozdik ekanmiyadan mau encryption deb yozgan ekan miyada bo'lsa hujjatnikimiz adresi deydi tada mau deganimiz c disk astidagi ism nimada altashnal nimada 01 ma altashna ekan altashna degan txt navbatda buni o'zi jami qiliqliq mana ishlarni turdi-ku undan mana shu jinsi kirgandan keyin men meniki goji kirib men jami degan evatdim evatgandan keyin men qilib baqsam o'zi jami qildi endi ko'rib baqsak qara jami qilyapti-ku
Yani bunu yeshib etish uchun de-encode'dan foydalanamiz. Mesela yetish uchun faylniki encode'dan foydalanaman. Now sen buni naqshashlar. Ma'lum chizbadim. Birisi jami qildi. Endi biz qana qildi? Jamimizni yechibdi. Bu bundaki zarurat yo'q bo'lgan savzolar. Bu demak bu navada programma qilishda zarurat tug'ilgan ishlasam bo'ldi. Qolganlar bor. Hani ma hujjatning bor yo'qligini mush bayon ko'rdik. Eksi degan shu to'g'ri, bor yo'qligi hukm qilib birdi. Hujjat bormi yo'qmi shuni hukm qilib birdi. Endi ayonish hujjatning xosligini ko'rsatish deydi. Get attributes. Bu hujjatning xosligini ko'rsatadi. Masalan, insonmi, jidumi degandek bormi? Ma'ni ko'rsatadi. Mana men get attributes deganni ko'ra boqaydi. Yana biz meningki tekstni chiqarib boqaydi, piyotisi chiqarib boqaydi. Amili mana zisninki teksti. Piyotilansi chiqarib boqay shuna va. Yo'qsa tekst bir bog'o edi. Tekst birninki tekstni chiqarib boqaydi. Ta fileninki get attributes. Get attributes deb turamda. Ana menga bu hujjatning adresi, ya'ni mushning o'zining xosligini ko'rib boqaydi. Xosligini ko'rib boqaydi. Anda buni toString qilishim kerak. Zufog'alanishim kerak-ku? Zufog'alanib chiqarishim kerak. Endi men program ijro qilgandan keyin biz mana biz baxsa qodirqi 6 bo'lsa, yaso 6 dek 6 kuzatgan bo'ldi. Misol biz mana juda o'qib boqaylik. Adırmayada insan ham juda o'qildim shuna va. Mana adırma qiy sundan degan ko'rsatib qo'yam qizcha. Buni ham yaso qildim, ham jami qildim shuna va. Jami qilib bu qancha xil xoslikni berdim. Bergandan keyin endi men qaytib ko'rib boqay. Ondan olsa ready only. Demak judo, hayden, insan. Ana keyin ma'laq yana bir xil xoslik sundan degan xoslik ko'rsatgan bo'ldi. Ana ma jami qilganda turadi-ku. Biz bir ma'lum bir hujjatninki navada judo bo'lib qolsa, manda bo'lsin, inson bo'lib qolsa, manda bo'lsin degandek buyruqlarni yetish lozim bo'lib qolsa, uni qanday qilaysizlar? Shu ishni olamsizlar. Get. Buniki set deb bog'layman, xoslikni tanishaydig'ini bor. Set attributes debchi. Sen judo qilish, inson bo'lib qolsa, ichvet sistem xoslikni bir betish degandek. Misolga yordamda fileninki set attributes deb ekanmi? Set attributes degan vaqtdaniki hujjatninki nima deydi? Adresi deydi. Misol qilganda bayon hujjatning o'zida. Açtım. Açqandan keyin mendan file attributes deb buningki bir nimasi bor, chanyasi bor. File attributes deydi shuna va. Qaramaydi. Chanyan ekan-ku. Endi mendan sen tanlab bera olaysan. Qara nurg'un turlar bor ekan, masalan men sistem qildim. Shiton qilyaptim va. Shiton qilayotganda qog'ni qush sharqliq birsam-ku deyman davomini. Masalan file am buni inson qildim. Attributes'ninki hayden qildim. Mana yozatdim-ku. Mushta yozdi-ku deyman ismini qilishcha. Nozman men bo'lsin qanday keyin ijro qilib qo'yay. Buni yozmay kelib, ayrim yozdik-miz. Masalan, avval men buni shiton xosligini bir betib, ikkinchi qurgandan keyin buni qaysi xosligini, inson xosligini qo'shib bersam bo'laveradi. Hozir men buni shiton xoslik bir betdim shunami? Shiton xoslik bergan vaqtda inson olib bergan og'ilmaydi. Masalan, buni shiton xoslik bir betay. Shiton xoslik bir betgandan keyin endi men ma'no olib berib qo'yay. Ma'ni inson qilayotgan bo'yatdim. Qaramani ishlab qilinmaydi. İnsanınkini og'il bo'lmaydi-ku. Ammo men inson qilyapsam misolga. Misalga men mana shiton xoslikni bir ishlan bir vaqtda buni ham men qanday qilay? Inson qilay. Aynen. Ba'zi $1000 mushtaq qo'ydi. Ham inson qo'ydam shiton xoslik bir qo'ydi. Bunda qilsan inson evitaysan, inson ololmaysan. Adam inson deb ko'rinadi-ku miyada. Men inson ichibday. Men ichibday bu. Men chiqmaydi. Adam menga shuncha kirgandan keyin chakan qilib inson qilgan hujjatimizni qanday qilish shu qilay.
Şenşi qısan, andın göründü mü yani? Qara, göründü qa? Ama men insan evitde içiyorsan, mani kilmesen, şeytan xaslığı, mani bilgeni şeytan xaslığı mı? Birla vaqtda ham şeytan xaslığı mı ki insan xaslığı ikisini birla vaqtda belgildiğin usul bat deb. Hozir men mana şeytan xaslıqini bir vassam mani evitde. Şeytan xaslıqini bir vassam, en man aşk qılınmaydı uç nava. Bayatdim ko'rdik ku, xuy salat boqib aşk qılınmaydı. Man tanış qılınmaydı va. Demek ki birini tanısa birini tanış qılınmaydı degan. Demek bu şuncha mesela sen Bingdo'dan birini yasmaq çok qilib qalsan, mana ish yasam bu degan. Yoki Bingdo işte inson quvvat ko'chat echetmek çok qilib qalsan, normal qo'ysan bo'ldi mana. Sistemni asli qaytaratmoq uchun nava. Bu vaqtda mana sistemni o'zini qanday qildim normal. Normal debpa. Mana nurg'un turlari bor, men ko'rib baqsanlar bo'ldi, mislinki mesela men bunda kelsan, dandushiyun qilamdo yoki men kelsan, nima qilib tushundirish chiqibchi meniki. Offline mana shu buning liji kunshiyun to'jalatda read only bo'lsa, ko'pincha biz o'qiganimiz sistem deganlarni normal degani haydin ko'proq o'qimizga. Misol men normal qo'ysam, ani biz ijro qilgan vaqtda manchi o'tgandan keyin ma asla olti qaytgan bo'ldi. Endi men qarsam, qara mana shu shekilli bo'ldi. Qo'lingmi? Ana shiton xasqandan uchun birisi egilish uchun get atropusqa. Tanışık çıkan alırken set atropis kısamlı diken var. Yani etarkılık bayan dedim var. Koş sızıqını o'zi qanday ish qilsang bo'ldi, taqsiga qish qilsang bo'ldi. Hujjat qurilgan vaqtni ko'rsatadi. Get creation time. Bu hujjat qachon qurilgan, shu vaqtni o'zi qanday ko'rsatdi ekan. Sen buni biz tekst birga chiqarib olsam, text box birninki teksti. Ta file'ninki get meni Cartesian time deb turamiz. Anda men bo'lsa hujjatninki adresini yozib bersa. Shu hujjat anda buni zufuga aylantirib chiqarib bersa. To string orqali buni zufuga aylantirsam. Anda mendan ma bo'lsa hujjatning adresini ko'rsatdi ishnawa. Buni ma o'rnimizga trantiya qildi. Trantiya qilgandan keyin anda majra qilib baqsin. Qaraman 2019-kuni bugun qurgan-ku buni. Men soat 9:00 qurildi deb chiqadi. Bundan boshqanda miyadana get last access time. Men o'zim yozib ko'rib qo'yganlar ko'rsatib qo'ying. Bu nimani ko'rsatganda oxir qitim ziyorat qilgan vaqtni ko'rsatadi. Ana ma get last write time oxir o'zgartgan vaqtni ko'rsatib beradi. Qanday va? Hujjat yetkash buyruq qanday qildi ekan? Move. Men bo'lsa yetmoqchi bo'lgan hujjatni men o'tkazgan o'rni kirib berсам bo'ldi. Mana sinab hamsam bo'ldi-ku. Andan miyadagi ayolning ishlatilish hujjat boshqarish turi. Ayolning ishlatilishini ko'ramiz. Buningda hujjatning o'zini yozish uchun ma buyruqni ishlasak bo'ldi mana. Qara hujjat yozish uchun. Hujjatning uchurini yozdigan asosiy x uchun daymo bo'lsa to'yandagidek. Masalan, bunda file stream deb bir package nima? fs deb new file stream deb hujjatning adresi hujjatning qanday shaklda ochilganligini kiritib berganman. Anan keyin shu zo'dan bir aniqlay ekanman shuna va. Eng oxirida men shu zo'ninki 0-sidan qancha uzunlikda yozish. 0 degan başta jilo emas, başta yozishni oxirida men xonasini chimkon qilayotgandan keyin men Leonni aytibsam ekan. Buning misoli miyadami. Miyada save file dialog bayku sf tab aniqlagan shuna va. Andan new file dialog deb aniqladim. Anan keyin bu orqali men pozitni yo'qotganimizni açma. Ma title degan vaqtni ko'rsatgan bo'lsin yo'qotgan beauty'sini ko'rsatdim. Ana as filter degani bo'lsa hujjatning kengaytirilgan nomi. Buni biz oldin soatlarda mana turbikat nimqoqda impisan deganlarni chiqargan shuna va. Ana bu yerda added extension tree degani bo'lsin ko'rsatganda kengaytirilgan zidon qo'shilib kelsin degan ma'no bildirdi. Agar qanday yezishni unutib qolib qolsam yezishnicha bevositadan qo'shilib kelsin degan gap. Ana mana shu dialogning o'zi open dialog okay bo'lsa, bu degan hamda sen taqat yo'qotganim yerda ish kunib qilsa. Basam.
Ma'noda kunimiz bor-ku. Buniki ta yakum suppose degan kunimiz besilgan vaqtda degan ma'nodir. Aninkin yozdi. Shu besilga yozmaydi-ku. Şon bu pek muhim. Şon ma'ni me olgan vaqtda yozib qo'ygan. Aninkin ma'ni bo'lsa file stream orqali ma'ni open deb file open orqali mavjudimizni ochdim. Create qurdigan holatda shunday. Ашқандик мен шу зудын data deb шу зудын мен қылдым. Urgent şekilde, byte şekilde şuna var. Bu UTF-8 şekilde CodeLab, get bytes, nim text bitik mazmundan hemen elip bunu men bir urgent шу зу aylandırdım şuna var. Aylandırıp boğandan keyin bunu men qanday qildim uçurunuzga yezib etdim. Yazgan vaqtdan 0-dan başlap oxirgacha yezib etdim. Eng oxirda men chinkon qilib men qanday qildim, itib etdim shuna var. Uçur yezish jarayoni Marga yasalan bile yakınsa, hem üçün zürriyet okup kalsa, mağda xalagan arlık üçün yazı buldu. Mançıncı cilodun, mançı uzluk cilo yazıcıda bezgi buldu. Abed yügen yapsılı olsa başına akı bırak yüzüdü. Bunu mu körep kupaksak buldu. Andan miyadan ayona şıl tüccar başka türe. Mavcatının üzgü uçur yazışının ki yeni bir xil şekli bana. Stream arqılıq yazışına var. Kaşa şiiru ma, right. Marga yasalan bile var. Men qaysi usul paydalansalar biliyor bu ma'ni bayatim ko'rib baqqan. Endi biz o'jat boshqa turchidagi barliq o'zini o'qib akirishlaydi. File read all text. Read all text bo's barliq mazmunni qanday qilishga o'qib akirishga. Mana men bayan altashna-dagi 01dagi mazmunni o'qib ma'ni ekranmoqchi shuna va. O'jat etish degan gapda mana shunday qo'yaqda shuna va. Mana file all read'ga read all Read all text. Anda meyadan bo'lsa sen kirmoqchi bo'lgan hujjatning adresini yozsam bo'ldi yoki bo'lmasa takadi yo'qolganini birni kirib open file dialog bor. Arg'ish basam bo'ldi. Ani boya diqqat qildinglar. Men ma dialogni akirib oltamsanmi? Kim tushunasizlarmi yana? Ma dialogni akirmay turibman men. Mani chiqara oldim, mushti yo'qolganini chiqara oldim shuna va. Buni chiqarib bo'ldi. Shu bu bir sijini yaxshirimish, obyektni akirmaydirib obyektni chiqarib bo'ldi, boshqa shakl bo'ldi. Qizlar shu xil obyektni endi qilsam bo'ldi avval. Mesela menga open file open dialog. File dialog mesela open file dialog qo'yayman. Open file dialog. Open file dialog shuna va. OP tam new open file dialog deb aniqlaysa buni. Open file dialog deb aniqlamasa, aniqlagandan keyin endi men adamda OP ninki show desa show dialog qilsa. Agar endi mushu OP ninki medan resolid nimspa OP ninki resolid dialog deb birsi bor. Resolid botma bayatnanda ko'doq. Show dialogdan o'zini qaytarib berdi ekan. Show dialogdan resolid botdan deb qaytarib berdi ekan. Unda men buni ag'a vaqtida ma'lum agar jibsiga kirsam bo'ldi ekan. Chunki men bir qimmat qaytarib berdi emasmi? Agar da bag'aniki mushning qimmati tang resolid botdan dialog resolid shinama. Okay tang bo'lsa. Bu degan okay kunimiz beslagan vaqtda, mana qilganda laqta kay kunimiz beslagan vaqtda aninki shu hujjatni echib birdi shinama. Hujjatning adresini o'zlamam yerdan OP ninki file name bo'lgan bo'ldi-ku. Aninki men yerda bo'lsa encoding deb turdi. Masalan, more equalda UTF-8 bo'yicha GBR sambat GBR bo'yicha achiverdi. Qancha English bo'lsangiz achiverdi falanlar bor. Ana bu mazmunlarimiz nega saqlanish kerak ekanda text box'ningki textga kirish kerak-ku. Tanlagandan keyin. Ana men nima qilishim kerak? toString. Endi buni yakun qaytarib bergan leyshingizni ko'rib baqsaq, agar siz bu shaklda qaytarib bersa, toString qilishning zarurati yo'q. Unda aytsam ko'rindi. String qaytarib berganmi? String qaytarib bersa, buni toString qilishning uchun zarurati yo'q. Chunki siz bu qaytarib berdi emasmi? Ijro qilgandan keyin endi buni man cheksam. Hujjatchilig'iga childi shunami? Lozim xalqam ro'yxat masalamiga test deb qilsam. Qarayman. O'qib berdi-ku mazmun. Butlay chiqarib berganman. Barliq mazmun o'qish.
Az barliq mazmunni o'qib kirish uchun biz bunda bersak bo'ldikmiga read all text. Read all textda bayat buni ko'rgan barliq mazmun. Append all textda buni ko'rgan barliq mazmunni yozish nima? Barliq mazmunni yozish yana bir so'z nima ekan? Read all text. O'xshash. Qanday yozsam bo'ladi? Buni sinab oltamayli. Bo'yincha ko'ra baxsam. Men cho'ngroq misoldan birisi bor shuni işte. Undan so'ng bir sal tasraq bo'lgan misoldan birisi bor. Yana as saqlash azoyib ega bo'lgan tizimlik deydi. Masalan, nurg'ulgan ranjanningki mana o'sha so'jin taqayda bundan lebyoda bir chiqib turdi. Ko'ra boqaman. Demak, bizning bu ranjanni masalan sen bu fanchini o'zlimi sen yangi boshqa hujjatdan tizimlik chiqib tursa, sen daralla qayd qo'ya olaysan shuni o'zi shuni ham. Shuning uchun ham miyada biz endi bir nima bir misol ishlaylik, musharaqliq bizlar hujjatningki tizimlikda adresi saqlanib qolgan. Rasm rasmlar saqlanib qolgan misol bilan ishlab ko'ra boqaylik shuni ham. Buning daymasini qarab, avval biz daymasini tahlil qilib o'tib, ana keyin qo'l daymasini boqaylik. Bunun eng asosli bo'z hujjat yozish mashg'uloti. Ham hujjat o'qish mashg'ulotidan iborat. Hujjat yozish mashg'uloti degan vaqtda biz system hamda string write deb pay ko'rgan nima? String write step new string write deb hujjat ochsam yani. Agar meyadan true false, mayaga true qilib qo'ysam, bo'p qilib qolsimi, ichiverdi. Aslida hujjat bo'p qilib qolsa ichiverdi. Bo'lmay qilib qolsa yangidan birini qurdi true qilsam. Qoldingmi? Anan keyin meyadan s write line degan uchur yozish ko'rsatgan bo'ldi. Andan esma flash degan gap Xansuni chinkun qilib deb hujjat itibatdi-ku. Uchur yozish jarayoni mana. Qo'llaniladi. Endi miyada bo'lsa ko'rinish o'z to'yinidek bo'ldi. Yana tag havinjaning ashqan vaqtda tag deb turba. Tag hanjaga vaqtda bir dona tag deb qo'ygan chiqdi. U yerda bir paj rasmni tanlab olgandan keyin rasmimiz ayri bir ko'zdan ichildi. Rasm ko'rindi qolgan ko'zdan. Ko'rinishlar bir vaqtda anan keyin adresi miyada tizilib qoladi. Tizilib qolgandan keyin miyada Qingchu lish jiluda birsa. Mana bir chekib etib turib, mana uchratib qaytash qanaqmi kuchlar bilan qo'yib dedi. Turji degan program uchida. Meni layga bab desan, buni sen nurg'un ranjalarga ishlatasiz. Mana men nurg'un ranjalar, masalan, bu fajiya samsa yoki buni boshqa nurg'un ranja qualish etgan vaqtimi, qualish etgan ishlaydi, asliqlash xidari. Shunaqmi? Demak, nurg'un yagish uchun bir ishonchli kuchliroq bo'lgan misoldan iborat. Buning uchun etish kunimizning kodi. Sen tag kunimizning kodi bo'lsa, avval bir danima adres taplashni qildim. Adresning o'ziga bo'lsa, men bir yangidan bir narsa paydo qildim. Systemniki environment deb bir dana shu ishimiz bor ekan. Niki current year degan bo'lsa, bizning programma nada qo'zg'algan bo'lsa, shu o'rinni o'zini ko'rsatadi. Adresni shu adres qilib oldim. Qo'ldimmi? Ana hozir biz bu misolni ishlab boqaylik. Nima Xinjiang qonuniki men Sijing bu tashlab bu 4-darsda shunama. Ikkinchi program bo'yicha buni ochdim. Ikkinchi programni ochdim. Ochgandan keyin buning saydan bir lozim ki shunama. Nosman saydan degandan menu script mana ochdim. Ochgandan keyin birinchi bo'lsa Wingen deb bo'ldi. Wingen deb bo'ldi. Anan keyin nima bo'lsa Taka deb Andan miyaz bo'lsa Qingkong lish jiloma Qingchu lish nima bo'ldi bu? Ishlamaydi ama normalis. Qingchu lish jilo Qingkong lish jilo bo'ldi. Anan keyin ma to'ychu bo'lgan bo'ldi, nima? To'ychu bo'ldi. Endi men tag haydigan chekkanda buning ko'jingan bitish uchun yerdan shortcut deb atadi. Yerdan shortcutni o'zida men control bilan o ko'nikmasini beray. Control bilan o'ni beray. Ana men Qingkong qilish uchun control bilan D ni qilay. Ana yerdan to'ychu qilish uchun control bilan Q qilay. Galit bilan Q deganlik. Chekilishni bari. Ko'jingan bir valda nima? Ana men Wingen degandan yana sil navada bir tal tirnoq ichib bir and belgisi bilan. And belgisi bilan bir F belgisini qo'ysanglar, faylning o'zidan endi bir dona
анда belgi paydo bo'ldi. Program ijro bo'lgan alit bilan sen F'ni bassang, bunga seda ochildi. Mana o'xshash bormi? Alit bilan F'ni bassang, bunga seda ochildi. Ochildi. Anman tak qayni o'ziga tamayyiz ekanman shunday. Buning uchun men avval Tongyung bo'lgan bir pazdim, adresini chiqishiltman shunday. Şu men mana eng sirtiga ma ustun qismi ko'rmayman. Birdan Tongyung bilan aniqladim. Public arqali qismlik bevosita shuni bersam bo'laverdi. String pazdim. Men dastlabda buni nisbatan ko'nbadim. Ani program qo'zg'algandan keyin bu adresni o'zi bizning program narsa qilsak shu yerda bilish kerak shunday. Bir program narsa qo'zg'alsa shu yerda saqlash kerak-ku. Paz tang davosmiyadan systemninki information degan mavzu ekan shunday. Bu bir qism uchurlari deganek ma'lumotcha. Masalan, buningki current directory bo'lsa, navbat qo'zg'atgan daraja degan ma'noda shunday. Current directory ni o'zida oldi ekanman. Masalan, bayatni so'zliq-ku mana. Mana current directory. Bu bo'lsa, bizning program narsa qo'zg'algan bo'lsa, ash mundarajni ko'rsatgan-ku. Ma initialize shijan bu birinchi qatimda program ijro bo'lgan 101 dan shijan ma. Qaytib oldi. Ikkita olchik paydo ma bo'ldi-ku. Bo'lgandan keyin biz hamda mata kayn chekkan vaqtda haqiqatan adresni oldimmi ko'rib qo'yilish nima. Buni uchun qanday qilma? Message box degan shu orqali men pazini chiqarib qo'y. Do'stim program ijro qilay. Ijro qilgandan keyin taka qilsam, qara mana adresini topa olibdi. F-teskasida keyin ma qo'zg'atgan adres yo'q-ku, debugda. Bizning programda qo'zg'algan bo'lsa shuni ko'rsatgan bo'ldi. Endi mushiningki ostiga birdan nima qurdik ekanmiz? Widgetni buni qurdik ekanmiz. Ismi nima bo'lgan? Avval ben widget ochmayman shunday. Unda bo'lsa, hozir men qarab olgan bo'lsam, men qaraman. Men avval birdan widget ochadigan dialogdan birini aniqlabdiman. Anan keyin bir widgetdan birini quribdiman. Agar men bo'lmay qilib qolsa, yangidan birini qurishim kerak. Bu qilib qolsa, davomli ochadi degan bo'lsa, men qanaqa qilsam true degan shu qolonlar bor. Unda bo'lsa men yerdamda file open file dialogdan birini ochaman. Open file dialog OP new open file dialog önce yukarı kanun birini açtım. Başka vaqtda andan bununki open file dialogninki POT'si ismi OP'di OP'nin OP'ninki title şu an Zatopian olsun. Resim talla ne olsun. Andan OP'ninki filter bo'lsa ko'rsatdi, kengaytirilgan nomni ko'rsatish nima? Qaysi hujjatmachi bu? Filterni o'zi. Masalan, bir resim hujjatdan chiqish kerak-ku. Sen so'y Utopia o'ngan. So'y Utopia o'ngan. Admiyada Shinho degan Shinho. Shinho degan GPG. Chektikpash Shinho degan GIF. Chektikpash Shinho degan PNG. Shinho degan BMP. Shinho degan ICO qo'ytirish nima? Bundan boshqa so'y o'ngan buni qo'yadi. So'y o'ngan sparlik hujjatdan ko'rsatilgan Shinho degan Shinho qildim. Hamda OP ning o'zini agar hamda hujjatdan birini etishlan bir vaqtda daralma hujjatdan birini qurib etishim kerak shuna ma'noda. Misha quratsam bo'laverdi. Arada boshqa vaqt bo'qib qolsa hujjatdan birini qurdi shuna va. Undan so'ng menga string write orqali etibdi qo'y buni. Undan so'ng hujjat ochalsa aning kendan kurs bo'ldi. Agar OP ningki show dialogning o'zi qaytiradigan qimmatning o'zi dialog resort o'zi okey. Bizga vaqtda aka kunib spesialgan vaqtda hujjatimiz tanlangan bo'lgan bo'ldi. Fonlar va tamam bo'ldi. Aning keyindan string write deb bir label
Ma'zi mana ayona kirmoqman-ku. Yangidan qurdim emas mana. Ayona kirmoqman. Bundan mana using system deganda bizma IO. Bundan so'zlayni o'zakirdim. Kirgandan keyinda stream write bu uchun yozadi shunava. Stream write SW tan new stream write orqali qana qilsa ham bo'ldi yoki bo'lsa biz file niki create orqali qana qilsa ham bo'lardi. Qolinglar. Anan keyin meyada bo'lsa adresi pass degandan keyin pass qo'shilgan ostidagi menu degan aynaydi. Keyin xalos qilsanglar bu hujjat saqlay qo'yadi. Qolinglar. Ana meyga tree qildim. Bu hujjatni buni qurdim. Qurib bo'lgandan keyin hujjatning boshqa hujjatning ismini yozib olish kerak-ku. Hujjatga yozib olish kerak. Bo'lmasa bu na saqlaydi, hujjat saqlamasa keyin qatim qo'zg'ab qolsam, atogin qo'zg'ab qolsam, bu na turdi. Nechun degan bir hujjatni 3 bitida yoki bo'lmasa program hujjatni 3 bitida shunaqa. Shu sabab buni na saqlashim kerak, hujjat saqlashim kerak. Shu yerdan SW ning o'zi write line deb turamda. Write line yozmoqchi bo'lgan narsa bo'lsa, opening file name. Biz talabga hujjatning nomini yozib berish kerak-ku. File name ning o'zini yozib bersin. Hamda SW ning o'zi flush. Demak, buni qanday qildi? Ismini ching cho'qvat shunava. SW degan bo'ldi close. Hamda bu hujjatimizni echib berish kerak-ku. Shu hujjatni demak rasmiy echib berish kerak shunava. Echib berish kerak. Hamda bu miya qo'shilib qilish kerak. Hozir faqat hujjatga yozdik shunava. Ondan ma'ninki men MDI trunk aylantirib olayman. MDI trunk aylantirsam ichida kichik trunk birisi ichilib qo'yildi qolganlar bor. Ondan so'ng men is MDI container deb turamda. Buni men tree qilsam, MDI trunk aylantirib MDI trunk aylangandan keyin ani meyada bir qarsanglar show win deb bir go'chon bor ekan. Mag'dongo? Show win deb go'chon turamda. Ana show win degan go'chonni bo'lsa, men o'zim yozib olgan go'chon bu. Undan sonra show win deb qo'ygan shuna. Undan bu show winning go'chonni avval ko'rib baqayli. Axırda raqba. Qayar showin. Showinda hujjatning nomini san shu qildik ekan. Andan image orqali men bu rasmni o'zini ochib ekanman. Echib yangi chuankun bilan aniqlab, bu chuankun o'zini ochsam bo'ldi ekan-ku. Background image pin bilan ochsam bo'ldi ekan. Ondan sonra men meyagma buni jiqishtirganligim uchun men showin ayrimini go'chim qoldim. Qolganlar. Masalan, biz buni bir yerda ishlatmaymiz, bir ikki yerda ishlatib qilishimiz mumkin. Shu men buni qanday qilmaydigan men go'chimni bir yozay. Mana ma'nosi sirtiga chiqay. Sirtiga chiqqandan keyin public void. Bu qimmat qaytarmaydi shunaqa. Bunda ismini men show win deb qo'yay. Show gun win ko'zdan kechish deb oldim shunaqa. Anan keyin men bir dona qaysi hujjatning o'zini ochmay shunaqa. String pass name day. Pass deb bir sifat emas, mana to'yon pass name deb qo'yay. Pass name deb oldim. Hozir bir shakl yuzbagan hujjatni echib berish kerak bu shunaqa. Ondan sonra buni bir dona rasmni echib olay, ash rasmni. Ondan sonra image degan bo'lsa bir lay. Rasm ko'rsatgan bo'ldi. Image p orqali tang image ningki oldingi soatda ko'rgan biz. Forum file degan bo'lsa, hujjatni echishni ko'rsatdi. Echib bunday shunda image orqali ifodalab oldi buni. Ana bir vaqt rasm bermoqchi bo'lsanglar, shuning keyin bir vaqt bo'ldi. Oldingi soatda ko'rgan buni. Image o'zini. Ondan sonra men pass name orqali mishat birligi hujjatni ochdi. Ana men rasm shakl saqlab oldik shunaqa. Endi buni menga yangi chuankun bilan aniqlab forum dedi shunaqa. F1 tang new forum yangi chuankun bilan qildim-ku. Chuankundan birini paydo qildim. Paydo qilgandan keyin bu forumningki POT-siga rasmningki ismi chiqsin shunaqa. F1 ningki teksti tang bo'lsin pass name. Ana yozdim. Endi F1 ningki font MDI deb birisi bor. Buni dadisi degan gapchi bu nada childi. MDI font ku deyman. MDI children MDI font deb turamda. Bu mushu nima zisna o'zi bo'lsa, mushlik MDI chonkus bo'lsin shunaqa. Endi F1 dan o'zimda qanday bo'lish kerak? Shakllanish kerak-ku. Show. Shu bo'lish kerak. Undan sonra ma'da birilgan gaplarning ma'nosini bildik-ku.
Ana bu change position bir vaqtda rasm tek chiqamidiq. Rasm pdf ifodalagango. Ana bunun paging chiqsin. F birninki background image. Tamda bizma p. Nazma go'choniz oldimmi? Bu go'chonni men bu yerda qanday qilma deoyun qilmango. Deoyun qilmoqda show vintage nima? Show win. Unda men nimani hozir men ma opening file name bo'lsa, men kuzatmoqchi bo'lgan rasm bo'ldi-ku. Unda biz endi program ijro qilib qo'yamiz. Xatolik bo'lmasa normal ijro bo'ldi. Endi biz bu yerdan rasm chizib qo'yamiz. Takay. Tagari hakku açıldı işte ama. Na topiyan degan chekkandan keyin manada biz shile topiyan degandan ma'no aytsam. Qara vajitning ismi ustiga chiqdi. Nega rasm ochildi-ku? Ko'rdingmi? Taqmiya kirmaydi bu taq kirdan dayman taq yozimdiq-ku hozir. Mana qara ikki parcha rasm bo'ldi. Men Photoshop o'xshash qancha parcha rasm bo'lsa ayrim-ayrim bir ko'zdan qana qilar ekanman. Ochalar ekanman shunami? Ochaldi. Endi mana uchirayotgandan keyin endi men ijro bo'layotgan mundarga kirib boqay. Efteskida biz nima deb olgan buni ismi deganda Sijing TMP shunava. Buni 4-darsning ichidagi ikkinchi programma. Buni ijro bo'lishi bo'lsa, bin ichidagi debug ijro bo'ladi-ku. Mana menu degan ayna deb menga biz bayash qarasimning tizimlik saqlanib qolibdi-ku. Ana bu tizimlikni o'qib endi nega kirishim kerak degan vaqtda o'qib men chaydan ichiga maqsimga kirishim kerak-ku. Maqsad kirishim kerak. Unda hozir buni uchun yozilgan ta'minimizni tahlil qilib boqaylik. Men forumning loadiga. Biz hozir ma'ni yozib bo'ldik shunava. Endi forumning loadi. Forumning loadi bo'lsa, avval mush adresda mush hujjat bormi yo'qmi qarab boqaylik. Nima uchun degan vaqtda birinchi qadam ijro qilgan vaqtda bunday hujjat bo'lmaydi buni ichida. Xato qilib qilish mumkin shunava. Yoki bo'lmasa bilib bilmay programmani ishlatuvchilar uchratgan bo'lishi mumkin ana o'zida. Shunava shu sababdan ham shu hujjat bormi yo'qmi qarab boqadi. Ba bo'lsa, aning keyin o'qib akirdi shunava. Ondan sonra men yerdan stream reader orqali qanday qilgan buni o'qiydi ekanman va o'qish adresi mana. Anan keyin int aytan this degan Winjan degan tool scripts menu item deydi shunava. Ondan sonra buning ismini oddiylashtirib olsak bo'ldi. Masalan, mana ismi qarab bak uzunki. Winjan tool scripts menu item deb turdi-ku. Qisqartirib buni Winjan deb o'ylay. Winjan bo'ldi shunava. Ondan sonra ta qaydiganlarni qarab bak uzun. Bosib buni qisqartiblar tag qilib oldim. Ana ma'g'on yuzim xil uzun teshna mana. Ana bundan yana qo'shilib bir munch bo'libdi. Ana buni to'ychu degandan o'ziga masalda mana. Madal qilib qo'ydim. Ana demak ishlatishmasam bo'ldi-ku. Ondan hozir men bu mazmunlarimizni bo'lsa, hozir mana arlig'i qistormoqchi shunava. Arliq qistormoqchi. Undan mana aslida ikki tasaydan turib ekan-ku. Shuning uchun men megitda yozgan vaqtda ikki saydan turni evitma umum sandim. Ikki emasdan buni ustiga ko'tarilgan bo'lgan bo'ldimi? Evatganlik ayning o'zi shunchadan boshlanadi. Boshlagandan keyin while erninki peg degani bo'lsa o'qishni ko'rsatgan bo'ldi. Peg oxirlashgacha deganik ma'noda o'qishchi. Pegning qiymati 0.0 cho'ng o'qish nuqtasi 0 dan cho'ng bo'lgan vaqtda. Demak, uni davomli o'qiydigan uchur vaqtda degan ma'noda. Bu vaqtda tool scripts menu item. Yangilaydi buni qildim shunday. Ana miyadasa menu item new tool script menu item my red line mush qurni o'qib mushning mazmun qilgan bir dona menu item aniqladim. Menu item aniqlagandan keyin aning keyin maniki drop down itemsning o'ziga insert orqali eng qisqa mazmun qanday qilib qo'shib bo'ldi. Ana IJJ orqali yozgandan keyin aniki buni men shijan birishim kerak. Shijan degan vaqtda ashin cheksam acha rasmini ichish kerak. Kim tushuningmi? Shu men bir shijan mana. Menu item click new event handler orqali bunga shijan belgili bo'ldi. Shijan bani qo'shib ketgan bo'ldi. Bani vaqtda menu item click degan ko'chimizni bani qilgan mana shunaqa. Undan mana oxirida bir shijan bor. Qaramaydi. Menu item click deb turamda. Demak, tool scripts menu itemniki menu tang tool script menu itemniki sender. Demak, ma'no o'zida men men avatgan vaqtda obyektni avatgandan keyin buni men nimaga aylantirib olishim kerak deganda tool scripts menu itemga avat ismini o'zini men menyuninki bir saydan turga aylantirib olishim kerak. Aylantirib bo'lgandan keyin show win degan go'chani qilib beraman-ku. Show win degan go'chani qilib bergan men menu text chiqsin deydi. Undan biz avval load shizani yozaylik. Mani yozib ko'rib boqaylik shunday. Biz avval hujjat bormi yo'qmi qarab o'qishim kerak ekan-ku. Load ishi. Agar
mush paz deganning aslida file bayoqni nima qilib qattiq excites orqali qilib qattiq shunaqmi anan keyin meyadan bo'lsa buning astidagi menu degan aynay degan hujjatning o'zi bormi yo'qmi agar buning qiymati 3 bo'lsa anda majariyani qilib birdi bu 3 ni qaytsa ani qilib birish nima u нас meyada avval bu hujjatni ochdi stream reader orqali hujjatni ochdi shunaqa masalan sr deb o'ylaydi tang new stream reader orqali hamda mavjudning adresi mavjudmi hujjatni o'zini ochdi keyin nima ekan cho'ding chektik bash hujjatni ochdim ochgandan keyin endi biz nadan boshlab qo'shilganligini deb berishim kerak shunaqa agar men nadan boshlab qo'shilgan deb bersam 0-dan boshlab qo'shidi bu sinab boqaylik shunaqa mana yerdan for ayning qiymati mana yerda men int deb aniqlay ayning qiymatini 0 dey undan ayning o'zi kichik yoki tang demak men bunday olmaydi nechta uchur bo'lsa shuncha uchurgacha davomlashish kerak shunaqa undan so'ng men while orqali hujjatni o'qiyman men iOS boshlanishi shunaqa men int ayda buni aniqlayman men qaya qistirishning boshlanish nuqtasiga hemen astık gitti manzarada. Bu hazır nimaninki Visual Studio'dan 2012 chiqdi-ku. Sınavsını taqatdi. E'lon qildi. Taqa 2012. Visual Studio 2012. Demak, mana 2008 bundan yig'ir qo'y hazır. 2012 balki bo'ladi, yig'ir bo'lishi mumkin. Kompyuter bo'lgan saplimda, kompyuter bo'lgan besim yig'ir bo'ldi degan. Lekin UFA'jasi butunlay o'xshash. Endi yangi qurollar qo'shildi unga. Masalan, Win ba undan keyin xildalari bor emasmi? Masalan, meniki Tennetninki, Framninki, Sandiyao'niki, Tennet Fram Sandiyao. Ana undan yangi bo'lgan Tennet Fram qo'shilgan bo'ldi. Tennet Fram qo'shilgan gap yangi kunjilar qo'shilgan gap. Tushunarlimi? Lekin yozish usuli qanday o'xshash? Mushkul shaklda yozsa programlar mana. int I tanaj deb oldim 0. int dan 0 deb oldim. Ag'andik undan so'ng while. Andan s ninki pek deb bir dana sho'shins ekan. Buning qiymati 0 dan cho'ng bo'lgan bo'lsa, bu degani quchur bo'lsa, aning keyin o'qiysa. Quchur bo'lmasa nima o'qiymiz nima? O'qigandan keyin men menu item bilan aniqlayman, qaramaydi. Tool scripts menu item. Bu degan bo'lsa, saydan shangdan bilan aniqlayman, saydan turdan bilan aniqlayman. Nazmiyadan tool scripts menu item shunaqa. Tool scripts bakchiq laylar bor, turlar bor emas ma'lum. Scripts degandan menu item tanlaysan. Saydan turini tanlaysan. Script text box usudaganda nima? Scripts quoi? Scripts menu scripts mi? Tool menu scripts. Ya unda emas. Tool scripts menu item. Azdo'malamiyadin tool scripts bu ismlar bekning bo'lgan kim buni? Tool scripts botdan deydi shunava. Asli qarsam menu item bor. Ana menu item deb turamda. Tool scripts menu item. Bunda menu m1 deb olay bo'ldi. Pek uzun qilmaydi buni. Tool scripts menu item. New keldi-ku bu yerda. Yangi obyekt qurdim. Menu item. Endi buning miyada bo'lsa, 2 dona ko'pincha 2 dona sanshus bor.
Birinchisi bo'lsa kirib qo'yaylik mana. Birinchisi bo'lsa string text. Nimani mazmun qilmaydi? Shunaqmi? Ana bu o'qiydi mana. S erninki read. Read. Demak, navbat o'qiganning o'zida read line mi, read mi? Read line. O'qiganning o'zini saydan shanqan bo'ldi-ku. Namiyadan read line. Nasaydan shan qildi. Menu item ma str read line orqali turni o'qidi. Hozir birdan saydan shan bo'ldi, buni qurdi. Endi buni insert orqali qistirib asli bo'ldi-ku. Mesela qistirib asli bo'ldi. Endi winjanni o'zi qistirdi shuna va. Qani sanabılda chekini turmoqlar. Ana qitib oldim işte. Malam yok ben durmamda. Unda o'zimiyadan biz tool script menu item shuna va. Unda ham yer ember. Anan keyin bunga wingen degan o'ziga buni kenja qilish kerak-ku. Wingen. Wingen'ninki insert menu insert ku deyman. Bunga wingen'ninki drop down item'ni kelib shalalaydi onu o'zigacha. Drop down item'ni stapa. Endi satramda insert. Ana bunun asosiy ikki sanjus bor. Nechinchisiga qaraydi shuna va. Masalan, mana bunda birinchisiga mushu saydan shamunimizni qo'shsin. Ham buni o'zini tenja qildi va. Tenja qilishdan bilmamaydan ay jaja. Ayni o'zi keyingi ish minish kerak-ku. Hozir program ijro qilib qo'yadi. Hozir ammoqqa, amma ko'rib bo'lsa usti qo'shilib ketdi ko'ringlarmi? Hozir 0 desam usti qo'shilib ketib bordi-ku. Ondan so'ng men buning dastlab qiymatini 1 qilib qo'yaman. Mana bu men 1 qilib qo'yaman. Birdan mashina sundim shunday-ku. Andan ko'rib qo'yaman. Endi qanotni ma'lum kirgan bo'ldi-ku. Demak buni ishkina versam teximamda mana aslida bir chiqishi mumkin shunday-ku. Shu bundan keyin boshlanish o'rni ko'rsatgan bo'ldi ayni o'zi qolganlar. Ana shu arliq kirgan bo'ldi-ku. Arliq bo'lsa men bitta siziq qo'yasanlar bo'ldi. Bu siziq qo'yishni qanday qilsa vaqtda Kumlar qo'yasizmi? Yo siziq qo'ysa, kunga qo'ysan qanday bo'ldi? Masalan, meyaganda qanday qilsangiz, men siziq qisib qo'yildi bunga. Masalan, charo. Ma siziqdan bir sitirdi-ku. Qara siziqdan kirdi-ku. Hamda mana arsig'im qanday qilsangiz, bir ta siziq kirgizsan bo'ldi. Charo. Siziq kirdi-ku. Endi ma arlig'anda siziq kirgan vaqt 1 2. Ikkinchisidan boshlab kirgizdi-ku mana. Qara, ikki siziq arasida davom qildi. Endi men buni bosgan vaqtimda ham rasmimiz o'zining chiqish kerak. Nima var? Rasmimiz chiqish kerak. Buning uchun endi qanday qilamiz degan men shijani o'zini buni banding qilishim kerak-ku. Shijan banding qilgan vaqtda menga M1ninki klikning o'ziga. Demak, mush M1 degan bo'lsa menu itemni ko'rsatgan. Qaramish M1 menu itemni ko'rsatgan bitta. M1. Endi M1ninki klik deb tursa bor. Qo'shilgan tang. Jish o'qishmoq deydi. Ana keyin ma gap o'zi chiqaydimi? Tabni bossan kirdi deydi-ku. Ana buni yozib oltamsan bo'ldi. M1 klikda bir go'chon yoz deydi menga. Nima M1 klikda go'chon yoz. Amsa M1 klikda mana qaramaydi. Tabni bosib chun qildi-ku. Tabni bossanlar. Ana keyin men M1 klik. Qaramay bir shun bo'ldi-ku, shu jandan birsa. Ana bu shu jandan biz qo'lda yozamiz. Aqsini qo'lda yozsa. Qo'ldan tabni kirib qildimmi qag'ini. Ana mana shu janimizda sender degani mishadan kelgan obyektni ko'rsatgan bo'ldi. Qo'ldan senderdan kelgan obyektni ko'rsatgan bo'lsa, ma'noda
chekkanman bu sender bo'yicha keladi. Men buni cho'qim bu bir menu item de shunaqa. Ana buni men masalni aylantirishim kerak, menu item aylantirishim kerak-ku. Ana tool bayanqidek tool script menu item ete. Tool scripts drop down emas bu nimada tool scripts menu item. Tool scripts Oşun tapmaq yaman tasvirdən üstüdə qarsanlar. Menu item ne var? Tool script menu item. O da M2 deb elib, ondan tırnaq qıçıb. Tool script seni menu item. Arqılıq senderni o'zimni aylantirishim kerak ashunga. Bo'ldingmi? Ana tool script menu item. Mana ko'chirib kelsan bo'ldi-ku. Drahan qilish. Lekin drahan qilgan vaqt mana shiltatdiq. Sender demek obyektni aylantirib oldim. Buni M2 qilib oldim-ku. Endi M2ninki tekst desamlar M2ning ustidagi xatni o'zini men mazmun qilsam bo'ldi-ku. Mana tekst. Unda o'zim men bir go'chni yozib olgan. Show nimati win. Bunga M2ninki nimasini yozsam bo'ldi? Tekstni yozsam bo'ldi. Bitta endi. Ijro qilgandan keyin men cheksam. Ha. Ijlamlikka. Masalan, men yangi bir hujjatni açtım. Mana açtım shunami? Ochganlik hozir daralmayadi yo'q, shunami? O'chirayotgandek qayta açsam qanday oldi yazin paydo bo'ldi. O'z boshqa mashina paydo qilishni qanday qilaman? Boshqa mashina paydo qilish uchun. Bir qadam bassam asli qo'shilib qolsin deyish uchun deyman. Vaqt lo'rishini qayta qilib ijro qilsam bo'lmadimi? Shunami? Aslik barning o'chirayotiblar, yoki shamoni o'zini. Men bir qadam ijro qilsam bo'ldi shunami. Undan hozir meni mukammal saqlab oldi hozir shunami? Saqlagan uchun ishchilu degan vaqtda faqat men nimni o'chiratsam bo'ldi? Main degan menu degan aynan o'chiratsam bo'ldi shunami? Chengni qo'ysam bo'ldi mana o'zi. 4 ta bo'libdi-ku mana. Ana men yerdan 4 ta bo'ldi. Ana meni oldiga 1-chi, 2-chi, 3-chi deb chiqarish uchun qanday qilaman? Tekka. Masalan 1-chi, 2-chi, 3-chi deb chiqarishim kerak-ku. 1-chisi, 2-chi, 3-chi deb chiqarishim kerak. Buni men nega yozsam bo'ldi? Sen 1-chi hujjat mana 2-chi mana 3-chi mana deb chiqarishim kerak-ku. Meni oldiga men nima qo'shib qo'ysam bo'ldi? Ay qo'shilgan 1. Birni o'zini aylantirib bo'ldi, to string. Ondan qo'shimiz bir tal chekit. Qo'shimiz endi adres chat xatolar biz burada mana. Hozir men yerda ma to string ni nima qilib qattiq qilib qotdi-ku. Hozir men qarsam mana 2-3 deb chiqdi shunami oldida. Chunki men ayniga qo'shmaymiz ras. Ay 2ni boshlab olgan emasmi? Men 2ni evassam bo'ldi. Yoki 1ni evassam bo'ldi ekan. 1ni evassam maskil. 2 bo'lgan 1 bo'ldi. Qara, berish 3 deb 5 deb chiqqan bo'ldi-ku. Mana 1-chi hujjat 2-chi hujjat 3-chi hujjat deb chiqqan bo'ldi. Endi men buni hozir cheksam xato qilib bo'ldi, adresini topolmayman. Nima uchun adresini topolmaydi? Oldiga bir chekit ham qo'shilib qoldi, shuni topolmay adresimizni shunami? Ondan so'ng oldiga bir chekit degan ev deb chiqarishim kerak-ku. Chiqarib qolgan hisoblashim kerak shunami? Ondan so'ng buni qanday chiqarayman? Ikkinchisidan boshlab uzunlikni. Ikkinchisi boshlab olsam meni xato bo'ldi. Masalan 10 bo'lib qolsa-chi, 20 bo'lib qolsa-chi, 2 xonat, masalan 100 bo'lib qolsa-chi. Qanday qilaman? Sol tarafdan boshlab avval chekitni izlayman shunami? Chekitni izlab chekitninki qaysi tarafdan olsam bo'ldi? Sol taraf. Ha, olsam bo'ldi shunami? Mana shuni qanday yozaman? Masalan, avval men zufur qilish borilar. String. Masalan p tangda. Jishu mayalankin text ma'ni o'zini men oldim shunami? Yana qatib oldi bu kompyuter bugun. Bugun baqatib oldi degandan yo'q.
Şimdi sistem oraya işlasam ne olur? Ondan biz oylaşqaç turaylı. Mesela pi deganni bir sıfır farq oldu şuna va. Ondan bununki ben nereden başa balaman çekit bayağı geç bagarlıqni izdishim kerak. İzdashda qaysi funksiyani paylasam bo'ladi? Index of da bir funksiyasi bor. Tushunarlimi va? Index of orqali biz izdaymiz. Sıfır farqni biz pasam rule of funksiyalar chiqadi, ko'rib maqimdanlarmi uni. Ashim ko'rib baqsanglar bo'ldi. Masalan, sıfır farqni bir bilanliqlab bir chekit olsam rule of funksiyalar chiqadi. Nurg'un yaxshi bo'lgan funksiyalar bor, left tapa mid da panrol funksiyalar bor. Nurg'ishni qilib slash funksiyalar orqali qilib oldim. Bundan so'zlar miyadimda men bu cho'g'alantirib oldim shunami. Endi o'gandan keyin p deb bassanglar, menga do'nlarga nurg'un yaxshi funksiyalar bor demoqchi miyada. Buni men index of deb turamda. So'z izdashni ko'rsatgan bo'ldi. Undan so'ng menda miyadan p ning o'ziga chiqarib olaman. P ning ichidan index of orqali izdayman. Nimani izdayman? Bir tal chekitni izdayman shunami? Tal chekitni izdayman. Chekitni izdasam, chekitning o'rnini avval ko'rib boqaylanadi. Masalan, men zislan tekst qilib chiqarib qo'yay bo'ldi. Zislan teksti tang p deb olay. P to string. Mana p deb olay. Chekitni o'rnini chiqarib turibdi-ku, men to string qo'ydim. Chunki sanni qaytarib turdim, index of degan manchinchi o'rinda debchi. Biz falandimiz ama p bermadi, p zifot emasmi yana? Ondan men ham hozir men return qo'yib turay. Snashni return qo'yib turdim-ku men yana. Deb qo'ydim buni ijro qilish uchun bir bovson qiladi. Men cho'ding. Mana show in meganim qildimda p deb tursin hozircha. Ondan sonra ma'lum chekkandan keyin bir deb chiqqan bo'ldi. Hammasidan bir hozirga qoldi. Masalan 10 bo'lgan vaqtda 2 deb chiqadi shuna va 1 0 1. Ikkinchisidan boshlab as bo'ldi degan gap-ku. Ondan sonra 1 ma'lum chiqdi. Chiqqandan keyin p ninki qara p ninki left length umumuzligi shuna va p ninki substr deb bir funksiyasi bor. Substring deb bir funksiya bor. Substring degani manchinchisidan boshlab ol degan ma'noda boshlanishi deydi. Boshlanishi mushu jayi bo'ldi. Jayi. Tushunarmi? Masalan, birinchi 0 bo'lsa 0 1, ikkinchisi boshlab berish kerak shunami? Jayi. Anan keyin umum uzunligicha. Yakun scan yozmasam, mo'rak qildi, oxirigacha burdi. Anamiz ijro qilib qo'yadi. Qara. To'liq yapırttığa? Yapırttığa endi bu. Ondan sonra men p'ni return evassam. P'ni men 2 ga ishlatib qo'ydik biz. P'ni shu men p deb ishlatib qo'ydik emasmi? Shu menga biz mana p1 deb qo'yib turaylik. Shu menda siz chiqib oldik ko'rdingmi? Mana buni p1 orqali isbotlayman bu vaqtda. Namsiq yo'q edi-ku. Qara. Hammasi mana shu chiqqan bo'ldi. Chiqqan bo'ldi qoldimmi? Ana biz miyadagi change rule ijro degan vaqtda shu menyuni o'chirib kerak-ku. O'chirish kerak. Bu bek oson endi. Qanday desam bo'ldi? Avval hujjat bormi yo'q qarab boqadi. Bo'lsa aniki o'chirdi shunday. Demak, bir boshqannikilar ishlamasa qoldi yo'q bo'lsa. Yemshonlar yo'q bo'lsa ishlamasa qoldi. Miyadamda biz qarab boqamiz. Ma formning loadishigacha. Mana, ma loadishida hujjat bo'lmay qolib qolsa, hujjat yo'q deb uchratdi, hujjat yo'q degan gap. Bu vaqt nima ishlamasi kerak? Ma change ishlamaydi qo'ysa oladi bo'ldi. Undan change ishchilovniki sen program tuzgan vaqtingda cho'qim ishlatuvchiga nisbatan intayin qulaylik ham yaxshi to'g'ri tuzishing kerak shunday o'ylayman. Har bir inchikalikni o'ylashing kerak. Aningan programma bo'lgan narsa. Masalan, sen ma'ni hajatsizg'u bu basmasli bo'lmadim deb o'ylashing mumkin emas. Masalan, ma'ni nurg'ular qara mana. Ma ishlamaydi shunday. Nima uchun ishlamaydi? To'g'ri qildim, boshqa ishlaydi shunday emasmi? Mushunga o'xshash, endi chinkun qilgan buni nima chinkun qildi? Nima? Shunga sen buningda
Her qanday bir program tuzgan vaqtimizda cho'qim biz har qaysi bir inchikaliklarimizni cho'qim qanday qilishim kerak, o'ylashim kerak. Hujjat bo'lmay qolsa, ishlamay so'q qoldi. Endi biz matching chuni o'zini chekkanda hujjat bormi yo'qmi qarab boqadi shunday o'ylayman. Endi ayol baribir ishil degan gap, u ishlik bo'lgan hujjat bor degan gap. Kim tushuntamsa? Uni hujjat bor degan gap. Undan so'ng hujjat men adamda agar bir qatim ishlab sinavasiz mana shunday va unda file ninki x tab mouse jins bor shunday va anda mega bo'lsa hujjatning o'zi paz degan bo'lsa adresda mashinanki ama VB-dan VB-dagi zitmga qo'shilgan aslidagi nima deb menu degan aynan bo'lsa namoz biz mega mandalik qilayotgan bo'lsak shuni jiqchapan tatmaydi qaslar paz deblar mana qanday qilib qushmana yozayotgan bo'lsam manda yozib bo'lmaydi-da nurg'u yerda ya'ni shunlar va demak program texnik delishdi o'rni bir muqim bo'lganki paz deb yozarsam ish bitdi shunday va bo'pti manda qilgan keyin mush bitiraversin mana qimmat true bo'lsa anikin uchasi bo'ldi shunday va oda file niki delete file delete anda olsa mav adresi mush uchirish kerak-ku anikin duy qolgandan bir chiqib listilo ching kung qilsam bo'ldi hamda darhol o'zi ishlamasa qilish kerak-ku nabledni o'zi ta'min bo'ldi false ishlamasa qilish kerak ana mush vaqtda saydan turini o'zim uchib ketish kerak ekan 3 ta saydan turi bormi 4 ta saydan turi bo'lsa o'zidan turib uchib ketish kerak u saydan turini qanday uchirmayman hozir bayam il oldu bu saydan shuning uchun men bir tal belgilanib bilishim kerak nechta saydan turi bor nerdan nerga boshlang'icha deb boshina va nima men buniki vanjanniki aytmet step part to'ldir batishna va mavzu barliq turlari degan gap maninki count tapa count umum sani ishna va count umum sani kirasida hozir endi buni umum sani bo'lsa ustidan boshlab hozir 1 2 3-sidan boshlab aslidagi ikkisi qog'oz bo'lganlikni o'chirishim kerak shuna va undan so'ng men o'chirishninki boshlanishi sen men aytibsiniz ne clear bo'lsa men tozalash remove deb turdi-ku remove at deb bor remove at bo'lsa manchinsni o'chirib o'tish degan ma'no turibdi-ku yani remove key at Naz mega bo'lsa indeksni kirgizib bersam machinnisi deb ana bu yerga bir shunqa qilish kerak masalan x-nisi deb olay tushunding ana x ning qimmatini ham shunga yozib berishim kerak-ku x ning boshlanishi nima ayon nechinchisidan boshlanish bo'ldi 3-sidan int x x o'zi moshina o'xshash men nechadan boshlangan 2dan boshlanganmi-da 2dan boshlab o'chirish kerak bo'lma 2dan boshlab o'chirdi Naz mega for shunqa keldi for x dan 2 shunami yo'qsa x dan boshlandi shunami x dan x chektik 5 x o'zi kichik yoki tang mda konti e'langan drop itemsninki nimasi konti e'langan qanchalik 2 shunami 3 saydan bo'ldi 3 saydan bo'lamda 3 tur elnigacha davomlashidi meri x jaja bilamda mechildi ne bo'ldi bunda bo'ldi shunami ana kelma ishlasib qilish kerak go'z merdan bir xatolik bor ekan x ni hisob qilib chiqib kerak bizda Namazın Çin konkudu. Öşmepti oyna. Mesela yani bir Çin konması falan kurtardı.
Manda uçaygan vaqtda shu bir taxiri borda. Chunki uçaygan vaqtda birinchi ikkinchi 3 kunda emasmi? Unda hozir men har qatim ikkinchi uchasini desam. Uçak ketdi mi? Yo'q, aytdim. Misalga men yana rasm açay. To'g'ri, uçayganda aniq uçak uzildi. Chunki nima uchun deganda, menyu degan o'chirish emasmi? Hali qara men qo'shilmadi adam. Ko'rdingmi, men qo'shilmadi. Buni qo'shildigan hal qilsizlar. Bu mjiqtas emas. Kim tushuntamsa, navbat nechinchisi kelgan bo'lsa, shuni davomi qo'shib qildi-ku. Hozir bor. Chinkon qilsam. Qara uçak ketdi-ku, misol. Ham normal bo'ldi. Chinkon endi men chekkan turchuba ketish kerak-ku. 2 yil davomini. Har qanday chunki nimaga samadir bu mana bir qator tizilgan narsalar bo'lib ketmasa, mana o'sha masalan 1 2 3 4 qurbashna bor. Men misol men manchisini 3 yada qo'yib qo'ysam, masalan x-ni 3 yada bu vaqtda. X masalan 2 o'g'an 2 3 yada, 2 3 o'g'an 3 3 yada shuna bor. Birlar 2 3 ketgandan keyin qolgan 2 qilib qoldi, 2 birlar 2 2lar 3 qoldi. Bu tushunish narsa qator birini tizdingmi? Bir navbatdan 3 til qolgan keyin ma birinchi so'q qoldi. Ikkinchisi bir usti ko'tarilavergandan keyin shunga davomli ikkinchisi o'chirib atsak, bu qanday bo'ldi? Bu normal o'chirib talaydi. Hamma o'chirib talaydi. Tamommi? Mana biz har qadam bosgan vaqtda tenja qildiganning o'zini bevosita shunda tenja qilish kerak. Hozir men forumning loadni o'zi tenja qilayotgan. Men tenja qilayotgan-ku buni. Men tenja qilayotgan. Mana ma'ni o'zim bir jarayon qilyapman. Ma'ni bir jarayon qilyapman. Hamda uçurlar boqib qolsa, aning keyin mendan nima ishlash kerak? Uçur boqqaz ma ishlash kerak-ku. Navbatlarni bo'ldi, shu bo'ldi. Ma'ni o'zim bir go'chin qilib olayman. Public voida sen saydan deb davlay bo'ldi. Bunun qana sen shu bandimmi? Saydan deb ishlatay. Forumdan load ishlatay. Men bir ishlatdim. Saydan ishlatishdan buningdagi avval barliq mazmunni o'chirib etib qaytadan kirish kerak-ku. Bunun için mağdayı maşutte. Mağdalar var. Bunu arkattım saydanın uzunu, muşu saydan bokta kalsa, mağalık mazmunuzu uçurup kayda kiriş gerek var. Nasıl arkattım baskanda, arkattım nemini baskan vakitte, ta kayını baskan vakitte, yeniden kuşuş gerek var bunun var. Ta kayını baskanda yazıp bulup bana. Yazıp oldu mu? Yazıp olgandan keyin andan veya qo'shilib ketsin. Qo'shilib ketsin deb yozdimmi? Hamma ijro qilsam. Har qatim bassam bir qatim qo'shildi. Qara. Shunamka. Ana bo'lgan vaqtda texmi yaxshi bo'ldi-da bu. Ana buni butunlay chinkon qo'ysam, men qanday qatam chinkon o'shmay qoldi-ku men. Kim hoşuma kaldı. Bunu meyna uçaygandaki bir mesele bu kaldı bu yana. İkinci mesela ma'ni bir taklif qilib yapamıyorsunuz. Qo'llanlar var. Demek ne olsa mush misalni o'zini ishlash orqali qilgan bo'lgan hukumat texnik tushunib olsinlar. Bilammi? Ana o'z bugungi darsimiz mishayichi bo'lsin. Bugun mening jiq mazmunni ko'rsatib, to'qash mazmunlarni puxta bir qatim ko'rib yapamlar. Bilammi?